Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Bugungi videomizda yangi qo'shilgan nima bor edi? Privarga. Mana buni transport tegiramiz. Mana buni topamiz. Yangi qo'shilgan otni topamiz. O'tdan ikkita qilamiz ehtimoliga. Bosdik. Fotolar hozir bittasi onlayn ekan. Chaqiraychi. Hozir videolar bilmasin. Endi bu do'stim olsan. Olasan. Ol deb priglashib olib turadi. Olgin, iltimos. Prank biladi. Tez ol deb baqirishim kerakmi? Do'stim, tez kir deydi. Men bu qas qotib qolgan internetda. Tushunmadim. Bo'pti, kelib bosaveramiz. Prank qilmoqchiman bunga. Mayli. Bugun sizlar bilan aytganimdek kebada ot topamiz. Bot. Otni topamiz, bir kishi qilaveraychi. Endi kuchayganda do'stimiz chaqiramiz. Do'stimiz olmaydi. Bittadek qo'yamiz. Men ko'ryapsizlarmi? Men qo'yamiz, men tekinga olganman. Tushirib olganman deb baqiraman, hamma maqtanaman. Ot qayerda bo'ladi? Otni men YouTube'da ko'rdim. Menga borish kerak. Nimaga bilasizlarmi hozir? Men katta nima bilishim? Men quyosh biladi-yu, quyoshda uni nasib qo'yadigan quyoshda. Keyin odamlar qayerda bo'lsa o'sha topadi ekan. Qurit bergan saytga. Va ot qayerda bo'lishini ot mashtada bo'ladi, jo'da. Ehtimol. Men nimaligini bilmadim, lekin borish kerak. Ko'kkadan ko'ryapsizlar. Voy, Master Witch. Endi kasal bo'lib qolganman, uzr. Otni topamiz. Agar mana shunda chat bo'lganda, iltimos meni o'ldirmanglar, ot topishim kerak deb gapirish kerak edi. Tushamiz endi shu yerga. Lekin javob ot topamiz. Mana shunda topishimiz ehtimol juda ham yuqori deb o'ylayapman. Hozirchalik vaqtinchalik anaqa time bo'ladi. Bittadan so'ylab aytib qo'yay. Ba'zilar yo'q. Menga turchalar o'zinglar bir kishi bo'lsanglar ham, lekin shu narsa sizlarga jon to'ldirib beradi. Bitta yana o'lasizlar, yana tirilasizlar-ku, bittalik bo'lsanglar. Keyin tirishi mumkin. Mana tiriltiradi-da, короче. Seriyozdan ismi shu yordamchi tiriltiruvchi. Odam yo'qmi? Bitta odamimiz. Bo'ldi, men yana ot topishga harakat qilamiz. Bungacha musiqa time.
Yo'q, obunachilar, otni topdi. Mana ko'rishinglar mumkin. Buni bir kishi minyapti. Ot malika. Ot malika. Ematda bir kishi turibdi ekan. Otishamiz. Otishamiz. Ketdi bittasi. O'l. O'l, mashina ot topishamiz ketdi yana. Shu otni olishimiz kerak. Lekin otni ko'rdim lekin. Bitta killi bo'lamiz, bitta otli bo'lamiz ehtimolida. Lekin ot ko'rindi. Javob ot ko'rindi. Ana. Bacha. Ha, bacha. Ket. Ana ko'ryapsizlarmi? Tilta beradi narsa. Otni ko'rim, u meni qaytdan otdi. Uzun otganda uzoqdan. Iloji boricha otni yo'q, otni ko'rdik. Otni olib ketishimiz kerak. O'shamizga muammo bo'lyapti. Otni shunday turibdi-da, lekin ot mazza qilib turibdi. Biroq uzoqdan otadigan qurol topish kerak. Dushmanda jang-bang bo'lyapti. Ot topdim. O'sha otni kiyish, minish kerak. Kesinga dashtijeni beradi. Lekin zat ikkita killi bo'ldik. Biroq uzoq otadigan qurollar yo'qmi o'zdan bacha? Bacha. Plazma bor ekan, omadi. Avg olib tashlash kerak, avg olamiz, plazmani olamiz. Plazma 8x bo'lganda edi. Ot kerak. Ot. Malamiz buni olib dirabashga o'tamiz. Shuncha dirabash yaxshi, lekin bir tomonda to'p bor, ot. Tushunasizlar? Ot bu. Otmasmi bu? Ot bu. Yonmay obunachilar. Obunachilar. Oq ot. Qora ot. Ikkalasi bo'ldi. Shipildoq. Oq ot. Qora ot. Prichom otda oq ot minamiz kerak. Qora ot, oq ot. Ikkalasi ham bo'ldi bir ot. Mazza. Ot rosa zo'r ekan. Lekin bir neto joylar bor, qotishlar bor ekan otda. Yo'q, qora otni minsam ekan. Ikkalasi ham yaxshi ekan. Qora otni olish bitta bundan muammo bo'lyapti. Qora ot cho'tam yaxshi shekilli. Shuni yuguring. Zat 3 ta killi bo'ladi. Bir tomoni otadigan muhim narsalar uncha kamaygan. Hozir ko'ringlar, otda bo'lsa ham kiyimni zo'r. Otda bo'lsa ham lekin bo'lmaydi ekan, o'ta qiyin. Qora otni ko'raylikchi. Qora otni hozir uncha bak ko'rganim yo'q. Ko'rishlar mumkin. Oq ot menimcha bo'lmaydi-ku. Yo internet yaxshilarga uchun oq ot kerak. Qora otni ko'ryapsa, bemalol. Lekin ot qo'shgan mazza bo'ldi. Bu PUBG dan ko'chirilgan deb hisoblamayman. Hozir yeyishimiz mumkin. Chunki nima desam ularga? Ot qo'shilgani. Ot qo'shilgan bir tomoni yomon ekan. Otni minganingizda nima edi? Xo'p. Otni va yaxshi tomonlari. Tez yuguradi bir tarafdan. Ikkinchi tarafi esa otishga noqulay ekan. Aqabaqar otish esa noqulay bo'ladi ekan. Shu maslahatlarimga quloq soling deyman. Ot qo'shilgan shu tomoni yomon ekan. Xo'p, bugungi videomiz shu ot qo'shilganini ko'rsatish edi. Ot qo'shilganini ko'rsatdik. Hozirroq obuna va like bosib qo'yinglar. Yana nima deysalar ekan? Telegramimizga ham obuna bo'linglar va hammaga xayr deb hisoblayman, lekin shu bachaga mazza bo'ldi, men o'ldirib. 4 ta kilo bor ekan, men deb 3 ta. Nima plyus ko'raylik? Qurbon plyus yaxshi. Hammaga xayr. Bo'ldi-da, endi bo'ldi. Xayr.